Hop, barchalarga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Hozir sizlarga qaysi renjimiz, ya'ni mana shu tavot zonalar bilan ishlashni boshlagan yangi e, treyderlar uchun ajoyib tavsiya berib o'tib ketaman. Xohlovchilar ishlatsin, xohlovchilar o'zi bilganicha ishlatursin. Prosta qaysi renjimiz ko'proq ishlaydi, qaysi renjda ishlatish kerak degan odamlar uchun men o'zim ko'p ishlatadigan bitta o'zimni tizimimni aytaman. O'zi aslida tavot zonalar bilan ishlashda o'zi bir tizim. Mana shu tizimni ham endi o'zingizlarga moslab olsanglar bo'ladi. Agar bir kunda katta kapital boshqarib yoki bo'lmasam bir kunda ko'p savdo qilmayman deydigan odamlar bo'lsa, bu juda ideal ishlab beradi deb ayta olaman men. Bolalar, qaranglar. Mana bu bizda 4 ta range, ya'ni Qizil Aziya, Aziyadan keyin London, Londondan keyin New York keladi. Mana shu 3 ta sessiyada biz savdoga kirib olishimiz kerak o'zi. Mana bu 4-sida men to'g'risi kirmayman, umuman yoqtirmayman bu 4-si. Xo'p, endi o'chirib yuboramizda. Sizlarga qaysi biri ishonchli, qanday qayerdan tortamiz? Qaranglar. Kun ochilgandan keyin Aziyani bilasizlar, minimum, maksimum bozor doimiy ravishda Aziyani maksimum, misol uchun bunday bo'lsa, Frankfurt vaqtida yoki mana shuni maksimumini yo minimumini yechadi. Yechgandan keyin qaysidir zonalardan o'sha reaksiya olib maksimumini ham yechishga harakat qilishda boshlaydi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Aziya bir tomon harakatlanadi. Bozor ochilgandan keyin kuzatsanglar doimiy ravishda bir tomon harakatini ko'rgan bo'lasizlar mana. Misol mana yerda Aziya ochilyapti. Mana oxirgi kunni ko'ryapsizlar mana. Bir tomon harakatlanyapti. Undan oldingi kunni ham Aziyani kuzatsanglar bir tomon harakatlanyapti. Undan oldingi mana bu New Yorkni kuzatsanglar, New York deyman, undan oldingi kunni ham kuzatsanglar, mana bir tomon harakatda yuqoriroq, tushunyapsizlarmi? Frankfurt vaqti kiryapti, keyin selga chuqurroq tushyapti. Xuddi shunaqa bozor tartibi shunaqa ishlaydi. Shuning uchun o'zingizlar kuzatinglarda bozorda mana bu Aziyani minimum maksimumini belgilab olinglar. Misol uchun Aziyani maksimumini belgiladik. Mana yozib olamiz endi. Aziya max. Aziya max. Endi Aziyani minimumini ham belgilab olinglar. Aziya minimumni belgilab olinglar. Aziya minimum. Endi bizda qachonki Aziyani maksimumi buzilgandan keyin, mana bu Aziyani maksimumi buzildi, mana. Bizda minimumni buza olgani yo'q. Aziyani maksimumi buzilyapti birinchi. Endi biz ideyamiz selga o'zgaradi, tushunyapsizlarmi? Biz selga ishlashimiz kerak. Shaxsan men shunaqa. Aziyani maksimum buzildi, selga ishlashim kerak. Selga ishlashim uchun birinchi Aziyani tortib olaman, maksimum tavot zonamizni birinchi Aziyadan tortaman. Undan keyin hozir ko'rsatib beraman. Undan keyin Aziyadan keyingi shakllarni, misol ichida yopilib qolgan, mana bu ichida yopilib qolgan. Endi mana bunga ham tortib ko'raman. Prostaga. Aziyani ichida bu. Endi qaranglar, bizda Aziyani birinchi sel zonasi bilan Londonda ikkinchi sel zonasi bitta kelyapti. Bitta urg'unga olamiz. Bitta urg'unga olganimizdan keyin M1 time frame ga o'tamiz. M1 time frame da tasdiq qanchalik bersa, misol uchun, o'sha tasdiq asosida biz savdoga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, mana bizda zona bor. Zonamizga kelyapti. Hozir zonamizga kelyapti-da, oxirgi maksimumni yaratyapti mana. Oxirgi maksimum. Ya'ni max mana yozyapman. Ya'ni bu tasdiq olib savdoga kirish maksimumning minimumi. Mana buni ham mana chizyapman, minimum. Endi bizga ideya keladi. Mana bu uje yorildi. Mana bu yerdan bizga savdoga kiramiz deyapmiz. Biz savdoga kiryapmiz. Zonamizga kelyapti, take profitimizni ajratib olyapmiz. Stop loss bilan take profit. Hop, minimumdan maksimumga qaratib ajratib olyapmiz. Biz savdoga kiryapmiz. Mana shu yerdan misol men o'zim shaxsan o'zim risk qilib ko'rgan bo'lardim. Agar mana shu yerda savdoga kirgan bo'lsam, kirardim. Stop loss demakki, take profitni birinchi take profitni o'zi mana shu yerga beryapti, lekin doim aytaman 1 ga 2 biz uchun normal. Mana shu yerga biz take profitni qo'yardik. Agar kirgan bo'lgan taqdirimizda 1 ga 1 yurdi.
ya'ni 1/1 degani stop lossimiz 500 bo'lsa, tek profitimiz ham 1/1 yurdimi, uje ya'ni $500 foydaga o'tganda biz bezubitga qo'yamiz, bezubitkamizni olgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Uje biz ideyamiz selda. Birinchi entry'imiz uje bo'ldi, tamom, ishladik selga. Ikkinchi sel zonamizdan yana harakat qilishni boshlaymiz. Chunki bizda как ideya bor, mana bu minimumgacha bozor harakat qilishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchi sel zonasidan Aziyani ikkinchi sel zonasiga kelyapti-da, bozor oxirgi, ya'ni birinchi maksimumini yasayapti. Yuqorida zonamiz ichidan birinchi maksimumni yasayapti. Bu maksimumni tanasi bilan buzgan sham kerak bizga. Agar bu maksimum yangilanmasa, maksimumimiz yana yangilanyapti bu yerda. Mana yangilanganidan keyin bizga oxirgi minimumni ham yangilab beryapti. Minimum, hamma minimumni xullas yangilagan. Buni ham o'rinli bo'lib. Endi bizda ideya bor, ya'ni narx mana shu joyga chiqib bersa, mana shu joyga chiqib bersa, biz savdoga kirsak bo'ladi degan ideyamiz bor bizda mana shu yerda. Tushunyapsizlarmi? Narx agar dushanba kuni, hozir yakshanba kuni olinyapti bu video. Dushanba kuni mana shu yerga chiqsa, men iminda mana shu yerdan hozir ideya bo'yicha sel tashab, ya'ni selga ozgina atkat borligi haqida bolalarga ideya berib o'taman. Bu yerda bizga tasdiq bergan, ammo savdoga kirish uchun entry'imizga kelib bera olmagan. Entry deyman-da, tushunyapsizlarmi? Endi qaranglar, qachondir misol dushanba kuni mana shu yerga zonamizga kelib beryaptimi, o'sha savdoga kiraveramiz. Biz mana shu yerda bizda sel uchun ideyamiz bor. Shu sababli endi yana M15 time frame ga o'tamizda. Aziya birinchi, qaranglar, yana bitta narsani o'rgatib o'tib ketaman. Mana bu qora range'ni ham tortib olasizlar. Ya'ni Aziya bozor ochilishdi. Qora range'imizga Aziya yopilish arafasida to'g'ri kelib qolsa, ya'ni obedki soat deylik soat 10 gacha mana shu yergacha yurdimi? Sekin yurib keldi. Bizda mana yerda taut zonamizda bor, mana taut zonamizdan o'sha reaksiyasini bildik. O'sha bilinglar, London sessiyasi kirgunigacha, kirgan paytda Aziya chiqib ketish, London sessiya kirish, ya'ni o'rtada 1 soat Frankfurt vaqti bor. O'sha vaqt oralig'ida biz savdoga kirib olsak bo'laveradi. Prosta aytmoqchi bo'lganim, Aziya doimiy ravishda minimum maksimumini yangilab yuradi. Biz iloji boricha maksimum yo yangilangandan keyin selga, minimum yangilangandan keyin buyga. Bizda mana bu yerda savdoga kirishimiz uchun ozgina shubhali bo'lib qolgan joyi, misol men o'zimda Aziyani minimumini mana bu London sessiyasi kelib, bunda olib, keyin buyga ketadi degan ideya bor edi. Shu sababli bu kuni biz juma kuni tilloda savdoga kirganimiz yo'q. Lekin bundan oldingi kunlarda mana kuzatadigan bo'lsanglar, qaranglar, mana bunaqa holat juda ko'p bo'ladi. Qora range'ni tortadigan bo'lsak, qora range'imizni mana bizda buy zonamizni beryapti mana yerdan. Lekin qora range'imizni buy zonasiga Aziya sessiyasida, ya'ni kun ochilgandan keyin soat obedki 11lar orasigacha, mana shu maygacha 11. Mana shu vaqt oralig'ida biz zonamizga kelgani yo'q. Undan keyin esa Aziyani minimumini yangilab turib, keyin narx tushib kelyapti bizga. Shu vaqtda olib qaraydigan bo'lsak, bizda Aziya sessiyasi minimum yangilandi. Birinchi ideyamiz. Ikkinchi ideyamiz qora range'imizga birinchi sel zonasi, birinchi buy zonasi bilan Aziya sessiyamizni taut zona bo'yicha taut fibolarida ikkinchi buy zonasi bitta kelib beryapti. Bunaqa vaziyatda biz nima qilamiz? Agar balansimiz katta bo'lib, risk qilaman deydigan holat bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yerdan savdoga kirib olsak bo'laveradi. Stop lossni momentga qo'yib, lekin tasdiq bilan chiroyli savdo qilaman deydigan odam bo'lsa, M1 time frame ga o'tamizda, M1 time frame dan imminni o'sha yerdan tasdig'ini olib savdoga kirsak bo'laveradi. Misol qani o'sha joyimiz? Mana bizda taut zonamiz, mana taut zonamizga kelyapti. Qaranglar. Taut zonamizga kelib, oxirgi minimum va minimumni qani? Ikkita taut zonamiz ekan. Xullas, mana shu yerda razvorot zonamiz oxirgi minimum yangilayapti. Oxirgi maksimum yangilayapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Oxirgi maksimumni yangilagandan keyin bizga mana shu razvorot qilib bergan zonamizga, mana shu shamimizga bozor qaytib kelib bergan paytda biz stop loss
stop loss take profitlarimizni tortadigan bo'lsak, mana minutkada. Hozir 10 minutdan oshiq video yozmaydi-yu, shuning uchun bitta o'chib yondi. Mana tortsak, bizga entry qilgan joyimizdan stop loss va take profitimizni beradi o'zi bozor. Mana. Tasdiq bilan, prosta tasdiq bilan kiraman deydigan odam uchun ham bu yaxshi ishlab beradi. Birinchi take profitni yuqorida beryapti, lekin boya aytganimdek 1 ga 2 prop kompaniyalar bilan ishlaydigan, xullas riskni yaxshi kontrol qiladigan odam uchun 1 ga 2 bu juda normal holat degani hisoblanadi. Xo'p, endi qaranglar. Imенно mana shu joyda bizda yana yangi ideya shakllanyapti. Ovoraylik-da. Yangi ideyamiz nimadan iborat desanglar, mana bu oxirgi minimumni yangilagan tanasi mana bu. Yana razворотный zona shakllantiryapti. Mana shu joyga kelsa yana bayga ideya bor degani, tushunyapsizlarmi? Mana shu zonaga kelyapti, yana bayga qarab chiqib ketyapti. Endi bu holatda bizda minimum maksimum sal boshqacha. Ya'ni oxirgi minimumimiz mana bu bo'lsa, oxirgi maksimumimiz shuni tepasi bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu maksimumni yorib o'tib ketgan joy, ya'ni oxirgi korreksiyasiga stop loss take profit tortadigan bo'lsak, deylik mana bu joyga yoki bo'lmasam mana bu joyga, ya'ni oxirgi korreksiyasiga tortasizlar, tushunyapsizlarmi? Impuls kuchiga qarab. Shu payt biz savdoga kirgan bo'lsak, ya'ni mana kirdi bo'lsa, mana shu zonamizga keldi va kirdik bo'ladigan bo'lsa, bizda bu holatda bezubitga olgan bo'ladi. 1 ga 1 yuryapti mana. 1 ga 1 bezubitkani olyapti bozor. Shunchaki. Iloji boricha tasdiq bilan savdoga kirsanglar, take profitni olmay qolsanglar ham, take profitni olmay qolgan joylarda ham bezubitka bilan sizlar bozordan yo 0.0 ga yoki bo'lmasam foydaga chiqib ketaverasizlar. Tushuntira oldimmi? Hozirgi holat qaysi range ishlamasligini. Asosan men ishlatadigan rangeim Aziya buzilishiga qarayman. Tushunyapsizlarmi? Aziyaning buzilishiga. Aziyani minimumini buzsa, Aziyani men faqat buyga ishlayman. Agar maksimumni buzsa, faqat sellga ishlayman. Mana bu joyda kuzatsanglar, mana shu yerdan Aziyani maksimumigacha ishlangan mana. Qani zonani olamiz. Zonamizda misol mana shu bizga buy zona bo'ladigan bo'lsa, Aziyani maksimumi mana bizda. Mana shu joygacha bizda buy ishlangan. Luboy haftani xohlagan kuninglar ko'ringlar-da, misol mana yerda Aziyani maksimumi buzilyapti. Mana xuddi mana shu vaziyatni sizlarga hozir og'zaki tushuntirishga harakat qilgandim, qaranglar. Aziyani maksimumi buzilyapti. Aziyani maksimum buzilgandan keyin harakat qilish kerak. Nimaga? Selga. Aziya max buzilyapti-da, biz selga harakat qilamiz. Xo'p, bunaqa vaziyatda range ichida range qolib ketgan bo'lsa, o'shanga tortsanglar yaxshiroq ishlab beradi. Mana range ichida range. Tushuntira oldimmi? Endi birinchi sell, bu birinchi London sessiyasining birinchi sell zonasi, ya'ni London har ikki tomonda ham yechgani yo'q mana. Londonning maksimumi va minimumi. Har Aziyani minimumini ham maksimumini ham yechgani yo'q. Uje bizda ikkinchi ideyamiz uje New York sessiyasi kirgandan keyin bozorga kuch keladi. O'sha kuch asosida biz savdoga kirib olamiz. Bu yerda ham buyga ilashib chiqib ketgan joyimiz bor. Buni ham hali ko'rsatamiz, hali ko'p video darslar qilib beramiz. Ya'ni 1 soatlik time frame'larda ham o'rgatib o'tib ketamiz. Ya'ni bu range faqat range bilan savdomi, shunaqa uzoq kutamizmi desanglar, yo'q. Bor yana boshqa entry modellarimiz bor. Undan keyin qiladigan ishimiz chalg'imaymiz, Aziyaga tortsak, Aziyani o'ziga tortamiz. Aziyani o'ziga tortsak, qaranglar. Bizda Aziya mana bu Londonda ikkinchi sell zonasi bilan bitta kelib beryapti. Bitta qilib olamiz. Qachonki mana shu yerga kelganda ham biz nima deydim, time frame'lardan, kichkina time frame'lardan ideya qilishni boshlayveramiz. Mana bu esa ikkinchi sell zonasi Aziyani. Mana bu Aziyaning ikkinchi sell zonasi. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa bozor hurmat qilib beryapti. Mana bu yerda endi kelishiga kirib olmaymiz-ku, negativ bo'lib olmaylar. Yana mana shu yerga keldi, mana buzib o'tib ketdi deb o'tirmaylar. Keldi, impuls kuchiga qarab, minimum maksimum trend buzilishiga qarab turib biz savdoga kiryapmiz. Shuning uchun negativ keragi yo'q.
yoqmasa ishlatmay qo'ringlar bu yo'nalishda. Lekin bu ancha-muncha odamlarni yo'nalishidan ko'ra zo'r ishlaydi. Endi qaranglar, range ichida mana shu yerda London sessiyasining birinchi sezonasidan biz savdoga kiryapmiz. Savdoga kirsak, bizni uje kirgan joyimizdan uje mana bu nima deydi? Tavot Fibonacci'sini birinchi take profitini olyapti, ikkinchi take profitiga kelar kelmas ketyapti bozor. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunaqa qilib ishlatinglar vaziyatdan kelib chiqib. Asosan mana qora range'da aytdim, qora range'da ham qaranglar, qora range mana ishlayapti, ko'ryapsizlarmi? Qora range. Faqat bu qora range'da qanaqa ishlatamiz? Qora range'da iloji boricha soat obedga 11lar, ya'ni London sessiyasi kirar vaqtiga to'g'ri kelib, sizlarning zonalarga kelib qolsa, shunda kirasizlar. Bo'lmasa kirmaysizlar. Mana, bo'lmasa kirmaysizlar. Sizlarning ikkinchi sezonalarga to'g'ri kelyapti. Sizlarda o'shanaqa zonalarga kelmasa, ya'ni deylik soat ertamangi 9, soat 9 delar mana bu zonangizga kelib qo'ydi. Siz savdoga kirib olmaysiz. Umuman mumkin emas. Endi xohlasanglar kiringlar, riskovat qilib ko'rmoqchi bo'lganlar. Men o'zim tekshirib ko'rdimda, ko'proq Aziya yopilguniga qadar bir tomon yuradi. Tushunyapsizlarmi? Qachonki mana bu yopilishga yaqin vaqt to'g'ri kelib qolib kirsanglar, shunda sizlarda Frankfurt vaqtida, ya'ni sessiya alishar vaqtida sizlar tomonga, sizlar o'ylagan ideyalar tomonga qarab yurib berishga harakat qiladi. Aziyani mana maksimumi yechilyapti. Undan keyingi harakatda ham kuzatsanglar, Aziyani maksimumi yechilib, keyin selga tushib ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Yana nima sizlarga qo'shimcha qilib aytib o'tib ketay. Qaranglar. Mana bu joyda ham tortamiz, mana qora range'ga tortamiz. Qora range'ga tortsak, birinchi sezonani beryapti. Mana. Ko'rasizlarmi? Endi bu holatda ham boya aytganimdek, qachonki Aziya yopilar vaqtiga to'g'ri kelsa, mana uje soat 10:30 ga to'g'ri kelyapti mana shu. Ya'ni zonaga kelishi 10:30, 11:30 oralig'iga to'g'ri kelyapti-da, uje Frankfurt vaqtida kuch sekin yig'ilishni boshlayapti-da, otyapti, London kiryapti, otyapti bozorda. Maksimum yechilyapti, Aziyani maksimum yechilyapti-da, uje selga ishlashni boshlayapmiz mana. Ko'ryapsizlarmi? Aziyani maksimum yechilib, bozorda selga ishlashni boshlayapmiz. Xuddi shu holatda doimiy ravishda mana shu qizil range'da maksimum minimum buzilishiga qarab turib, vaziyatdan foydalanib ishlasanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Hali sizlarga ideyalarimiz va natijalarimiz ko'p. Bitcoinni analiz qilishga harakat qilib ko'ramiz. Bitcoin hozircha nima deydi? Mana bu Aziya bo'ladigan bo'lsa bizda. Aziya emas, o'zi asosan kechadan beri range'ga tushib qo'ygan bozor. Bugun mana range'dan chiqar vaqti. Mana buni tortadigan bo'lsak, sell zonasiga to'g'ri kelyapti. Bizda kechagi Aziyaning maksimumi buzilyapti va selga qarab yuryapti bozor. Xuddi shu tartibda o'zingizlar ideya qilib, yana ham qo'shimchalar qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Bozorda bir ochilmagan qirralar hali o'ta ko'p. Bu narsani ham mana shu Tavot Fibonacci'da ham, mana shu Fibonacci'da ham Farruh aka deb o'zimiz ustozimiz bor. Farruh aka o'sha odam terib chiqqan, boshqa qilgan, to'g'rilab chiqqanda, to'g'rilaydigan joylarini. Hozirgi kunda bu Fibonacci bozorda tilloda ham hamma parada 90% ishlab beradi. Ishonmaganlar bo'lsa, bemalol Telegram kanallariga kirib ishlatib ko'rsanglar bo'laveradi. Bu tekin, video darslar ham tekin bo'lyapti. Bu Fibonacci hozircha nima deydi? Ommaga tekin ishlatishga berilgandan keyin ishlatib olinglar. Hali mana bu indikatorlar ham yopilish ehtimoli bo'lib qolar balkim. Shuning uchun bozor shans bergan paytda ishlatib olinglar. Xo'p, endi mana buni yopsak